Yurtlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun xudo xolasa bag'at otodamiz nasib etsin. Balangiz adi kim edi? Sanatchan. Sanatchan nomi uyindamiz. Bizlere bir 10 gün elden müracaat etti. İnşi xo'jalikni atablayın etish kerakda. Bu xo'jalik 2 etaj joy, 15 yere batareya qo'yildi. 48 milyon so'm pul chiqdi. Hamma vaji o'zlarimizdan bo'ldi. Görtürmanlarınızda zamanı batareyalarını koyup, koldan gelgençe akıratını etip işledik. Hem yurtlar, yine avoy boğan yerler hem şikayet gitmegen, yine turbalarını zazvuru hem yurtlar. Hemmesi bir xil çıkıp, yine patologlarını döşülüşleri hemmesi akıratını boğan hem yurtlar. Yine şu atabliniye xuda kalasa bir yılca kafalatına beramen, bu ikinci etajı hele özetlenmem, birinci etajı remont boğan. Yine birinci etajımızı hem yerini gösterip ötemen, ikinci etajımızı gösterip oturamam. Birinci etajımızda 7 yere batarya koyuldu, ikinci etajımızda 8 yere koyuldu. Yurtlarınızdan hemme bataryalar koldan gelgençe akurat niyeti koyulgan, iyi işleşi sıfatı zor hem yurtlar. Bu atablini bugün 2026 yıl 21 iyun senesinde xudo xolasa Atabliğinden ötürüp verdik. 2027 yıl 21 iyungacha xudo xolasa bir yıl kafolatini berib, chiroylatib hazır topshirdik. Atabliğinden hammasini hisoblaşib, rahmatini aytib yuboryaptilar ham yurtlar. Yurtlarlaringizning birinchi etajlarini ko'rsatib o'tdim. Ikkinchi etajni, birinchi etajni bu tarafidan ham bor ina. Ali ne deydi? Ina bu arka tarafı ina, imanda ina pastki komnatasidan ham bor. Kime hizmetlerimiz memnun bo'lsa, pastdan nomerlarimizni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Bizning ishlidonimiz Xorazm viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Yurtlarlaringizning har bir divolni doshiklari o'zini turba bilan diametrida döşelgen. Bizning har bir instrumentimiz bor. Divol döşedon, pol döşedon, ne deydi misal, beton döşedon aparatlar her birsimiz bor. Xudo xolasa hammasini o'zini diametrida qo'ldan kelgancha akurat etib döşamiz ham yurtlar. Shuni bilan endi o'zlarimiz ishlab chiqartirgan kotyolni ko'rsatib o'tsam sizlarga. Kotyolimizni, otabliniyamizni bir yilcha garantiya. Bak uyning egasi, ag'a sizni kamera alim olmag'imi? Kan ag'a ham mening zakoniy qizdimin, nov kamislari bor. Kamisi yo'q, xudo xolasa. Etilgen işlerden razı mısınız? Razıyım. Esa qarang ag'a, inishi atabliniya bir yilcha garantiya, nov kamisi bo'lsa bemalol murojaat etaverasiz ag'a. Inishi kotyolingizning mo'rasini o'rnatmadik ag'a, sababi kotyolxona solinmagani uchun. Bu 2 etaj joy bo'lgani uchun birovning ustidan yiqilib ketmasin deb o'rnatmadik. Buni xudo xolasa guzakka yaqin, masalan, kotyolxona solsalar, liboy momentda o'rnatib berib, taqlab berib o'tkazamiz. Buni videolarini ham 10-15 kun ichida kotyolxona qilganiga aytamiz. Avo, inshi misol kotyolxona salgandan keyin telefon etadilar, kelib chiroylatib, kafolati bilan o'rnatib beramiz. Ham yurtlar inishchalak bilan bir chalak ko'mir soldi. Ina bu yarim kultadan ziyod paya ketdi. Bu yerdan medachida odamlar bilan kotyolimiz ham yeri 70 gradusda ishlab turibdi ina. Xudo xolasa kim xizmatlarimiz memnun bo'lsa, pastdan nomerlarni qo'yamiz, bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz like bilan podpiskalaringizni ayamonlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.